Unda ko'ranglab ketma qarafka. Payda bek az oldu cuma. Hey. Ardın sen mi kılacak ne oldun ko? Katıl daha verdi kendisi. Sen mi şu payda hoş olsan buldu. Dağıtman gibi ne? Kile. Hoşa. Öydekiler teşlikmi? Teşlik. Özünüzce yaxşı durdunuz Yaxşı. kızım. Bari mən də heç bir berib bulamadım. Ben bu yakından beri aldıraşıp gidip barman. Sət boldu. Oy. Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam ana. Oy, Kamil mı sen? Oy canım balam. Qandaq ahvalın? Yakşı özünüz ço. Özüm yaxşı balam. Rahmet sana. Salametlikin qandaqraq. Yakşı. Oquşuncu. Okusun mu yakşı özünüz ço. Mən mi obdan gidiyotiman. Kıyılıp kaldınız mı? Yo'q balam. Herkes qiynalmadim. Gülmirem o kundu necha qitim kirdi. Tamoqlarimni etib beryotdi. Sen-chi tamoqlarni obdan yeyotgansan. Menden hatırcam bulun ana. O'zingni asra balam. Makul. Balam, Gülmira bilan so'zlashamsan? U bama? Mana yenimda o'ltirdi. Amsi men telefonni Gülmiraga berdim, balam. Makul. Yaxşıtırdınız mı Kamil? Yakşı sizce. Ben mi yaxşıtırıvatımın? Anamga yakşı qarab siz. Rahmet sizge. Bu degan mening qilishga tegishli ishim tursa. Rahmet. Qachon meni ko'ngil kelasiz? Hay, ostaroq. Yo'q, chiqib ketdi. Meni sig'indingiz mı? Zat qachon deyman? Yana 10 kundan keyin. Nimandaq uzun. Sizni sig'inmagan bo'lsam, yana 100 kundan keyin boratdim jimi? Rostmi? Men Shamolga ishonmayman. Onam sizga qoldi. Ma'qul amsa. Ma'qul, xo'sh. Hey, salomatligingizni asrang a. Bo'ladi. Sizmi o'zingizni asrang. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Bu gaplarni Komilga desak bo'lmag'idak. Shundaq. O özünün, Sıla'nın oğulları emasligini bilse qanchalik azaplanadi. Bilamdila. Meningcha bu ishlar mush yerda tugasin. Shundaq. Kamilni marhum Davud ko'chadan tepib kirgan. O chaqda u orolli ikki oyoq bo'lgan. Lekin u bu ishni qachongacha bilmaydi deyla. You have an incoming call. Voy. Men shu. Bo'ladi. Men hozirla boray. İdoradan chaqirtibdi. Siz ishingizni qilavering. Men berib kelay. Bo'ladi amsa. Saqchi deganning ishi chiq bo'ladi ekan. Shundoq, shuni deslar. Soja, siz bilan birisi ko'rishmoqchi ekan. Kimga? Humadam ismini Shamil demdi, ishqilib. Ma'qul, men kirib boqay. Men berib kelaman. Assalomu alaykum, Qosimka. Ayta, sen zodi qanday qazda bo'lib qolding? Akşam jedel chiqirib Sidiqning qo'lini sindirib o'tibsa, Sidiq 10 ming ko'yning gibini qiladi-ku. Qosimka bu... Gap qilmaysan-ku. Ma'qul, obdanroq o'ylangan. Men sal turib kelaman.
Mağa iyi bulun Qasım Soca. Ayağım qattiq ağrıq. Uyda yana 3 balam var. Ayni vaqtda men Davud Şancanın namida Şamilga mal bergan edim. Nima mal o? Haraq, tamaka, yana naq pulmi bor. Ha qachon nadiki yarmas og'illari bilan buzib tugatganda qachon bergan? 2 yil bo'lay dedi. Uning o'zi yezbergan tilxitida 1 oy ichida qaytarib beraman degan. 10 ming yuanning hammasiga haraq tamaka oldimi? U har qitimda 1000 yuandan 2000 yuanga qadar haraq tamaka oladi. Yana texi arlab mendan naq pulmi so'raydi. Men asli sotqa ahris qilay deb o'ylagan. Merhum Davud Şancan'ın esil faziletiga nuqson yetib kelishidan qo'rqdim. Meni hozirgi turmushga erishtirgini dal shu Davud Şancan edi. Lekin bu Davud Şancan'ın o'g'lining bundaq tuzkurligini faqatla o'ylamabdi ekanman. Ayolimni davolatishga pul yo'q. Amalsiz do'konlarimni setivatdim. Men mushu pulni olsam, ayolimni kesilini davolatishga bo'lsa-mu, azroq yordami tegib qoladi. Agar men uni davolatmasam, bolalarım u. Men nurg'on qitim söyledim. Lekin u parvomi qilmadi. Akşam onun qishig'i berib, gapni teshib baqsam, gapimning bosh oyog'i chiqmayla. Meni sattilla bilan tillab dombalashqa boshladi. O'zi g'arq mas'ub ketibdi shunga. Yiqilib tushdi. Men bu dunyolikda tikandek yolg'iz. Mening boshqa qaramchig'im yo'q. Ayolimni davolab saqaytmasam, balalarim. Biz tekshirdik, Sidiqning qo'lini sundirib etganmisa, men sana shuni deb qo'yay. Kechgacha uning pulini qaytarib ber. Qosim aka bu o'ylab baqdingmi Shamulovka? Davud akamning senden kutgan umidim shuma? Sen texa hozir yezi boshlig'i. Qosim akam sening keyingi xizmatingning o'ng'ishli bo'lishi uchun bu ishlarning tarqalib ketmasligiga kaporatlik qiladi. Sen pulni darhol qaytarib ber. Bo'lmasa oldimga kelguchi bo'lma. Ma'qul. Shunda qildi adash. Sening gapingning asosi bor. Boshqa kelganda ko'mamdiq. Akşamlıqqa tayyor bo'lib turinglar. Men sizlarga uyimni xaridini sizib beray. Belli adash, sening ishingni o'zimizning ishi deb bilamiz-da. Özünüzmi ağaç olturan kızım. Ana. Sizlardan bir ishni so'rasam bo'lamdi. So'ran kızım. Ana. Kamil sizlarning o'z o'g'illarimi emasmi? Nima? Nima da'vatsiz balam? Menga rost gap qilsizlar. Bu Kamil degan mening o'zimning bolasi balam. Yolg'on, menga rost gap qilsizlar. Sizlardan o'tinib qolay, rost gap qilsizlar. Bu ish bundan 25 yıl burun bo'lgan. Dadağınız bir günü bir boğaqni ko'tirib kiribdi. Qarasam 2 oylik bo'lgan ekan.
Şundaq muzlab ketibdi. Men onu dərhal qilin köpüge oradım. Hiliqi balığı qarasam, şundaq omaq, çiraylıq, bəkləməsligim gəldi. Men şunun bilan Xudayımның bəgən nimeti şu oxsaydı da bu balını baxdım. Bunda qısa qandaq bola. Hech qandaq bo'lmaydi. Mərhum Davudning qandaq odam ekanligini o'zinglar bilasizlar. Ati Shamil bu pulni qaytarib bo'lmasa, ular sotqa chiqib qolishi mumkin. Bu chaqda mərhum Davudning axloqiy fazilati ko'pikka aylanib qolmamdi. Men Shamilning ati kechgacha unchalik pulni tepib bo'la olishiga ishonmayman. Bu ishni Gulmira Zinnat xalla bilamdi. Kamil keladiganға yana bir hafta qoldi. Bu ishlarni ular bilmay tursin. Zinnatxon hadamning salomatligi ancha yaxshi emas. Demay turayli. Bechora ayolga bak tas bo'ldi. Ma'qul, menmi demay. Keyinchi bir gap bo'la. Keyinchi bir gap bo'la. Kamil, bək mehriban çoğ boldi. O başqalarga bək kuyunudu. Kamil, o özümün oğlu bolmasımı? Men onu öz oğlumdummu? Artıq görmən. Lekin bu Şamilnisa Ana, ko'ngillarni buzmisilar. Ana, bugun Shamil kelmaydigan o'xshaydi. Men uydagilarga deb qo'yib chiqay. Qo'rqmayman balam, o'zim yolg'iz yetaverman. Yo'q, men deb qo'yib chiqay. Gulmira, Kamilning mening balam emasligini hech kim uqmasin. Hatto Kamilning o'zi uqmasin. Xotirjam bo'lsala ana. Hargiz undaq bo'lmaydi. Akşam bir kecha bekag'ul o'tib ketdi desa? Shu emasmi? Shamil. Shamil. Nima qilganing bo'lsin-ki? Planni buzib qamlashmagan. Bo'ldiqlar. O'zimning uyiga o'g'irlab kirsam qanday bo'ladi? Bu planni sen o'zing tuzuding-ku. Onun ustiga o sening uying bo'lmasa, Kamilning uyida. Chiqaman, yuqila ko'zimdan. Ma'qul. Kessam ketdim hemse. Bo'ldiqlar, senmi? Onun bunda qiladiganligini faqatla o'ylab boqmabdi ekanman. O o'z onasidan mol-mulk talishib, sotqa ar sunibdi emasmi? Mərhum Davud Şanjan bo'lgan bo'lsa-di. Kamil Zinnat xallaga nima kegilikdi endi? Men qarang ukam. Men Shamil bilan so'zlashib boqay. Sizningcha bu arzni qaytirib etishga bo'ladimi? Sizmi qonunni tushunasiz, Qosimka? Biz arzni qaytira olmaymiz. Shamil o'zi bu arzni qaytirib berish to'g'risida bir nima desa, o'ylashib baqsaq bo'ladi. Mərhum Davud axunning ruhi shu tiriqqa qanchalik qo'rinib ketayotgandi. Mana bu 10 ming yuan. Ayolingizni atili doktorxonaga yetgan. Rahmat So'ja, rahmat sizga. Bu pulni berib bo'lganimni Shamil uqmay tursin. Shundoq bo'lsin. Shamilga uqtamayman. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Sen mushum mol dunyoni deb bechora onangni qanchalik qaqshatding? Buni bilamsan. Ular kichigingdan tortib, yaxshi kaygizib, obdan yegizib,
seni nurg'un jafo mushaqqat tortib o'qitdi. Hozirgidek xizmat sharoitiga ega qildi. Sening shu mehribon onangga marhum dadangga qaytirgan javobing mushuma? Acaba ularning seni beqib mushunchalik cho'ng qilishi gunohmi? Bu men hozir komil yo'q. Onang zodi nimaga muhtoj? Yani kelib, dadang tugab ketgili uzun bo'lmadi. Mushundaq vaqtda sen Elim yaxshi Gülmira bo'p qaptikan. Anangning holidan yaxshi xabar oldi. Biz aslida Gülmira bilan Komilning to'y ishini dadang hayot vaqtida so'zlashib bo'lgan. Sen zot akang uchun nima ish qilding, ha? Boshqa gaplarni qo'yib turayli. Sen darhol berib arzingni qaytirib olgin. ma'qul, qaytirib olay. tamoq yetmang. Sadaqa berdigan pulni men so'zlashib qo'ydim. O pulning vaqti keyniga surildi. Ha? Surildi. Ha. Esingda bo'lsin Shamil. Gülmira degan yezimizda faqat birla. Uni qanday qilishdan qat'iy nazar cho'qim qo'lingga tushirishim kerak. To'g'ri deysan. Men nurg'un eski ishlarni qildim. Ham helimi qilaman. Gülmirani Komil degan harom tamoqqa hargizmi tatqizib qo'ymayman. Belli. Mana bu planing puludu. Qarab tur. Qanday qilamankin? Candan kechmelicha canonga yetkili bo'lmaydi deydi. Oy, Şamil keldingizmi? Dadam geçip ketgan. Anam bilan anangiz hazırlık keladi. O'tirib turing. Gülmira, Nima? men sizni Sizni Hayvan! Nima qilyapsan, ha? Nima bu yoqqa? Sen bu Davud'un oğlu buldun mu? Yok ha, sen işkence közüm gömsün. Oy. Bu balığı nima qildi? Keldingmi? Assalom. Oy, Gülmiraga nim bo'pti? Nim bo'ldi qizim-a? Aytqina. Assalomu alaykum opa. Voy opa, qanday ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi turdingmi? Obdan turibsiz opa. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qanday ahvollar? Qanday obdan turibsizlar? Salqin uyga kirib ketaylik. Chiringlar. Opa, yaxshi turdingizmi? Yaxshi bolam. Sizlarni bek sevindim. Men Shamilning bunda qilishini faqatla o'ylamabdi ekanman. Onamga qo'yib qo'ygan 500 yen pulni mi ilavapti? Bu bir o'g'ilning qiladigan ishimi zodi. Uningga qattiq qo'lliq qilma bolam. Yana uni azoblavermayli. Hozir boshqalarning ma'lum qilishicha, Shamil bir qatimliq o'g'irlik delosini planlabdi ekan. Bu o'g'irlik delosi amalga oshqanmi, oshmagan? Biz buni davomli tekshirib o'tamiz. Qasmaka, u bak hadidni eshib ketibdi. Biz yana tarbiya qilib boqmamdiq. Ma'qul, sening qarz ishlaringga aralashmay, lekin uyning ishlari-chi? Sen uyda o'ltirgan bo'lsang, sen o'qimasan bo'lmamda? Asta, bu nima deganing? Ota-onamizning bizni beqib cho'nqimig'i osonga to'xtadi demsan. Bechora onam bizni beqish uchun nima jafolarni tatmadi, nima kunlarni.
Kömmedi deysen. Lekin senin ularning beqib cho'ng qilganiga qaytirgan javobing mushimi? Acaba ularning bizni beqib cho'ng qilish badaliga erishgan xo'shallig'i mushu bo'lishi kerakmi? Sen Gülmira'ni aldiding, lekin meni olmaysan. Nima deding? Sen endi mening ishimga aralashma. Mirasning 3dan 2 qismini bo'lib bergin. Shamil, azroq mol dunyo, pulni deb qarindoshlikdan voz kechib ketamdiq. Agar bu dunyoda kishilar pul, mol dunyo uchun yashaydigan bo'lsa, bu dunyo nima bo'lib ketadi? Sen bularni o'ylab baqdingmi? Vijdon, g'urur boshqa narsa, mol dunyo boshqa narsa afkon. Agar mushi gaplaringni marhum dadam anglasa, uning ro'yi qanchalik qo'rinib ketadi. Bo'ldi qila. Sening bizning uyning ishiga aralashadigan huquqing yo'q. Sen degan bir haramdan bo'lgan. Seni dadam ayni vaqtda yo'ldan tepib elib, ip keptikan. Sen nimaga cho'nchilik qilasan? Bu haramdan bo'lgan. Yo'qla ko'zimdan. To'g'ri, men haramdan bo'lgan, lekin ular meni beqib cho'ng qildi. Men ularga bir umr qarzdor. Men o'z burchimni ado qilishim kerak. Lekin sen-ku, sen o'zingning burchini ado qila oldingmi? Yana texim meni tillaysan, ha? O'tgan qatamqi o'g'irlik delosi qisqa vaqt ichida pash oldi. So'ja, bu o'g'irlik delolarni planlaganlar Yaqub ismli bir ekan. Ular yana marhum Shangjanning uyini planning ichiga kirgizib qo'yibdi ekan. Qaramamsiz, bularning oqtirigi hozirgi Mo'un yez boshlig'i Shamil ekan. Buni o'g'irlikqa qatnashganlarning hammasi iqror qildi. Shamil. Bana raskabindana, bu zada qandaq ish? Shamil mundaq deb qo'ygan gap bu. Asta. Anamı meni aldırsa, endi sizmi yalğan gap qilamsiz? Kamil, hozir onamning tan salomatligi ancha yaxshi emas. U bu gaplarni anglab qolmasin, sizni utinib qolay. Bu yalğanchilik qachonmi tuga? Balalarim, Oy ana, voy siz damaslar, o'zimni qilaveray. Aramaslı bu mumdu. Damaslar bo'lmamdi. Yo'q, hech qisi yo'q. Beka o'ltirsam o'zi erkib qoladi ekanman emasmi? Endi men azroq kektat akiray. Bu Şamil mi kızıkken deymi? Sizin bir yerde sakıltıp koyup yüzü yok ku. Shundaymi? Oy, kep kaldı yine. Oy, bunun ne boğandı? Oy, ne buldu daş? Ne buldu? Oy, çıklaysan ku? Ne buldu? Kile adaş kile. Bir yer oturup paranlı şeyle.
O'ltir. Kiyimlerini topup bitipti. Endi zat nima ish bo'ldi senga day? Bu qo'llaring qon-g'u, ha? Ey, gap qilma. Gap qila. Bizda og'illar tursa, ha? Nimadan qo'rqsa? Digina kim o'zgatdi? Men anamga pichoq tiqibdi. Unda emas-ku. Nima deydigan nima bu, he? Rasma? Allah, magitne. Hey. Tura o'rnidan. Tura. Ne vardı? Son. En yaxşısı kaçmışsın. Unda qilganlar qo'shmisi. Baribir qonundan to'g'ridan qechib qutulmaydigan tursa. Bu qo'shmisi soqchilar tutib oldi. En yaxşısı o'zini ma'lum qilsin. Ma'lum qilsa kamchilikka erishib kelishi mumkin. Qonundan to'g'ridan qechib qutulmoq tez. Shunda qil adash. O'zingni ma'lum qil. Bulamda. Bizmi yordam qilamiz. Bu qasddan qilmagandan o'zini ma'lum qilgan. Ma. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Jinoiy ishlar qonunining munosabatli moddalariga asosan sotimiz javobgar Shamilga muddatsiz qamoq jazosi hukm qiladi. Mihribanım aziz anam, mihribanım aziz anam, bağrımda mən çoğ buldum, ümidini ağlayalmam, ana əcrini unuttum, ana əcrini unuttum, kaldım mən deyip düşaymanda, üter günüm zar yığlar, göz yaşlarım kurup gitti. Tula yığlap seni oylap, tula yığlap seni oylap. Anısı yok yetim buldum, tama yerde zar buldum. Cananım deyip yığlap kalkşam, ana canım kızar buldum, ana canım kızar buldum. Kaldım ben deyip düşaymanda, öter günüm zar yığlap, göz yaşlarım kurup gitti. Tula yığlap seni oylap, tula yığlap seni oylap. Düşayman yaşlarım aktı, lekin ana yanımda yoksa, bir ömür hasrette kaldı. Ana beni keçiremsen, ana kettin ayrılık, hayatlıkta yar bulmadı. Keçirmeni cinim anam, sensiz gülüm bakmadım, sensiz gülüp bakmadım. Mihribanım aziz anam, mihribanım aziz anam, bağrımda mən çoğ buldum, ümidini ağlayalmam, ana əcrini unuttum, ana əcrini unuttum. Kaldım mən deyip düşaymanda, öter günüm zar yığlap,
Göz yaşlarım kurup gitti. Dola yıklam seni oylap, dola yıklam seni oylap. Anısı yok yetim buldum, hem yerde zar buldum. Cananan deyip yığlap akşam, ana canım kızar buldum, ana canım kızar buldum. Kaldım hem deyip düşaymanda, öter günüm zar zar yığlap. Göz yaşlarım kurup gitti. Tuğla yıklam seni oylap, tuğla yıklam seni oylap, tuğla yıklam seni oylap, tuğla yıklam seni oylap. Mihribanım aziz anam, mihribanım aziz anam. Bağrımda mən çoğ buldum, ümidini ağlayan mən. Ana əcrini unuttum, ana əcrini unuttum. Kaldım mən deyip düşaymanda, öter günüm zar zar yığlap. Göz yaşlarım kurup gitti. Tuğla yıklam seni oylap, tuğla yıklam seni oylap. Anısı yok yetim buldum, temme yerde zar buldum. Cananında hep yığlap kalkşam, ana canım kızar buldum, ana canım kızar buldum. Kaldım hem deyip düşaymanda, öter günüm zar zar yığlap. Göz yaşlarım kurup gitti. Tuğla yıklam seni oylap, tuğla yıklam seni